Düşelim, gezelim, gezelim, keşfedelim, gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezginler, tarihin peşine düşelim. Hormang buvajon, nima qilyapsiz? Bor bo'l bolam, Ramazonga tayyorgarlik ko'ryapman. Saharlikda iftorda yeyish uchun non pishiryapman. Ramazon yaqinlashdimi? Urra! Ramazonni juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga yaxshi ko'raman bilmayman, lekin yaxshi ko'raman. Ramazonni insonga foydasi ko'p. Buva, men bir narsa so'ramoqchi edim. Haligi Yo'q bolam, yo'q, hali vaqtli. nima so'ramoqchiligimni qayerdan bildingiz? Bu yil Ramazon ro'zasini tutsam maylimi deb so'ramoqchi eding, shundaymi? Men seni ichingni bilaman, ichingni. Ha buvajon, iltimos, ruxsat bering. Men ham 30 kun ro'za tutay. Hali sen uchun farz emas. Ramazonda kunlar uzun, havo esa issiq bo'ladi. Ruxsat bera olmayman. Agar istasang, orada bir tutishing mumkin. Lekin Ramazonda ko'proq savob olmoqchi edim-da. Ha, Ramazonda savob olishni boshqa yo'llari ham bor. Insonlarga yaxshilik qilish, aslo yolg'on gapirmaslik, yomon gap gapirmaslik, boshqalarga yordam berish, och-nochorlarning qornini to'yg'azish. Tilanchilarga sadaqa bersa bo'ladimi? Bo'lishga bo'ladi. Lekin men istardimki, hech kim ko'chalarda tilanib o'tirmasin. Na yo'qsillar yo'llarda o'tirib tilansin, na boylar qilgan yaxshiligini hammani orasida qilsin. Bilasanmi? Ilgari ehson toshlari bo'lardi, Mahmud. Ehson toshlari nafaqat Istanbulda, butun Usmonli yerlarda bo'lgan. O'sha ehson toshlarini yirtilmay qolib ketgan rasmlari bor edi kitobda. Qaysi kitobda edi-ya? Yo Robbim, esimga tushir shuni. Xullas shunaqa gaplar laylakvoy. Buvam shuni aytib berib, bir o'zimni tandirni oldida qoldirib ketdilar. Na ehson toshini nimaligini aytdilar, na qo'llaridagi olgan kitobni qo'ydilar. O'ylama, seni Sivosga olib ketyapman. U yerda juda eski bir ehson toshi bor. Ana ko'rinyapti. Mahmud Sivosda namoz o'qiydi deb kim ham o'ylarda? Alloh qabul qilsin. Bu jomening nomi Qal'a jomesi. Ha, mana bu esa ehson toshimiz. Qadimdan yaroqli qolgan ehson toshlaridan biri. Shu ehson toshimi? Shuncha yo'l bosib shuni ko'rishga keldikmi hali? Hech narsaga o'xshamaydi-yu. Bizni odatlarimizga ko'ra hech narsaga o'xshamaydi, to'g'ri. Ammo insonlarga 100 yillab foydasi tekkan bu toshni. Qanday qilib? Ilgari odamlar ehsonni kambag'al g'ariblarning qo'liga berishlikni ayb sanashgan. Ehson qilishni xohlaganlar ehsonlarini shu toshlarga tashlab ketishar. Yo'qsil bechoralar esa uni ichidan o'ziga yetadiganini olar ekan. Vay, menga yoqdi bu fikr. Koshki biz ham shuni amalga tatbiq qilsak edi. U biroz qiyinroq, Mahmud aka. O'takamni yording-ku. Sen kimsan? Ismimni qayerdan bilasan? Beixtiyor suhbatingizni eshitib qoldim. Meni ismim Ismoil. Shu masjidda yashayman. To'g'risi, shuncha vaqtdan beri bu toshni nimaga kerakligini bilmasdim. Tanishganimdan xursandman, Ismoil. Nimaga bu yerda yashaysan? Ota-onang, uying yo'qmi? Haligi bor edi. Endi yo'q.
Uyimiz bor-u, lekin ancha eski. Bu yer yaxshiroq, ancha salqin. Sizlar qayerliksizlar? Istanbullikmiz. Men ham buvam bilan yashayman. Do'stim Laylakvoy esa Galata ko'prigini uchida yashaydi. Tanishganimdan xursandman, Laylak aka. Men ham Ismoil. Endi biz bora qolaylik. Mahmudni buvasi kutyapti. Allohga omonat bo'l, Ismoil. Yaxshi yetib boringlar. Tanishganimdan xursandman. Kelib turinglar. Birozdan so'ng Istanbulga boramiz. Yo'l azobi go'r azobi deyishadi. Qarayapman chog'i. Uyga borgandan keyin miriqib dam olaman. Iya, seni oyoq kiyimlaring qani? Juda zo'r joyda. Bir bolani xursand qilish bilan mashg'ul ular. Mahmud, qachon ulgura qolding ehson toshiga qo'yishga? O'zing nima kiyasan endi? Uyda yana bir juft oyoq kiyimim bor. O'shalarni kiyaman. Menga shu yaxshi. Havo issiq. Mazza qilib kiyaman.